Gazsiz, svetsiz tilla qayerga ketyapti? Tilladan keyin foyda qayerga ketyapti? Oshiraverishsin. Baraka topganlar nima deysan endi boshqa? Ezganda xalqqa ezatdi, boshqa kimga qo'ydi? Bu deputatlar xohlaganini qilaversa, O'zbekiston xalqini qarg'ishga uchramaydimi? Birinchi aprelda ko'taryapti, yo'q, ko'tarilyapti. Xalqqa azobda yana. Ko'tarilargan rostdan. Unda endi chatoq. Oldin gazga gidjetda bir 300 ming to'lardim. Hozir 1 million 800 ming to'layapman. Topganini yo yeb ichish kerak, yo kiyinish kerak, yo bolalarni o'qitish kerak, yo bo'lmasa kommunal to'lash kerak-da, boshqa iloji yo'q. Bo'lmasa bu svet oshirish bilan, gaz narxini, mulk solig'i oshirish bilan davlat ham rivojlanmaydi, qonunni ko'paytirib emas, davlatni rivojlantiradigan metodni o'ylab topish kerak. Xabaringiz bor, 2024-yilning 1-may sanasidan gaz va elektr energiyasi uchun tariflar oshirilgandi. Xo'sh, yurtdoshlarimiz narxlar o'sishidan oldin qancha pul to'layotgan edi-yu va narxlar oshgandan keyin qancha pul to'layapti? Ushbu savollar bilan aholi vakillariga yuzlandik. Eslatib o'tamiz, mazkur tariflar 1-apreldan elektr energiyasi 200 kWh iste'mol qilinganda 450 so'mdan 600 so'mgacha, 1 kubometr gaz narxi esa 1800 so'mgacha oshiriladi. Svet bilan gazga oldingi va hozirgi to'lovlaringizda farq sezilyaptimi va bilasiz, bu narx 1-apreldan yana oshadi. Shunga munosabatingiz? Oshiraverishsin. Baraka topganlar nima deysan endi boshqa? Ezganda xalqqa ezatdi, boshqa kimga qo'ydi? Esimda yo'q. Oldin taxminan oyiga bir 400 ming 500 ming to'layotgan bo'lsak, hozir gaz o'ziga 1,5 million to'layapmiz. Svetga ham 500 ming 600 ming to'layapmiz. Shu oy qish mavsumida. Oldin kamroq edi, nisbatan kamroq edi. Va siz 1-apreldan bu narx yana oshadi. Bunga munosabatingiz qanaqa? Endi yana ham mana xiyroq bo'ladi. 1-aprelda ko'taryapti, yo'q, ko'tarilyapti. Yana oshadi narxi. Xalqqa azobda yana. Nima bo'ladi? Boshqa. Oldin gazga gidjetda bir 300 ming to'lardim. Hozir 1 million 800 ming to'layapman. Shu qimmat juda ham. Va 1-apreldan bu narx yana oshadi. Bunga munosabatingiz qanaqa? Yomon, juda ham yomon. Oldin 300 ming 400 ming to'layotdim. Hozir 1 milliondan oshiq. 1 million kamida. Yomon munosabat. Kim oshganini xohlaydi? Yaxshi emas. O'zi 3 dan 4 million 5 million oylik olamiz. 1 million hozir 1 million to'layotgan bo'lsa, keyin nima bo'ladi keyin? Yana oshsa. Bizning nafaqam, masalan, men nafaqam 1 million 600. Men uchastkada turaman. Xo'p, men uchastkada turdim deylik. Meni gazim, svetim, kommunal to'lovimga qishga yetmayapti. Men Xorazmdanman. Xorazm, Qoraqalpoq, Buxoroning shimoliy qismi qishda qattiq sovuq bo'ladi. Yozda jazirama issiq bo'ladi. Qishda ko'p svet yoqadi, ko'p gaz yoqadi. Bu xalq domga ketishga puli yo'q, ish yo'q, pensiya yetmaydi pensionerlarning nafaqasi. Umr qisqarib ketyapti. Xalq ko'paydi. Boshqa ko'paydi deb narxni oshirish emas. Shunga loyiq ishlashga yer ostidan chiqayotgan tillalar qayerga ketyapti? Gaz qayerga ketyapti? Gazini Yevropaga sotdik. Через Ural. Hozir Xitoyga sotyapmiz. Xalq o'zi avvalo bo'lib, gazsiz, svetsiz tilla qayerga ketyapti? Tilladan keyin foyda qayerga ketyapti? Xalqqa bermasdan bu deputatlar xohlaganini qilaversa, O'zbekiston xalqini qarg'ishga uchramaydimi? Bu limit yetmaydi-yu. O'lasin, Xorazmga limit qanday qilib yetadi? Nima uchun biz jabrini chekishimiz kerak? Kimdir xato qilib ketsa, yana shu xatoni takrorlash kerakmi? Shuning uchun men norizoman svet gaz kommunal uslugini, mulk solig'ini oshishidan, yer solig'ini oshishidan, svet gazdan, hammasidan bu noto'g'ri qilyaptilar bular. Xalqni unga tayyorlash kerak, oldin uni iqtisodiy barqaror qilish kerak, ishchilarni tayyorlash kerak. Masalan, Londonda ishlaydigan oddiy ishchi pastlanmoqchining 1 soatlik ish haqisi $17. Bu yerda xohlagan odam 3 oydan mashina olib minadi. Bizda qanaqa? Faqat noqonuniy faoliyat ko'rsatsangizgina kim oylik maoshini haqiqiy deklaratsiya to'ldirib yo'layapti, kim haqiqiy deklaratsiya to'ldirib mashina minyapti. Hammasi nelegal-ku daromadlarimiz. Oldin buni korrupsiyani yo'qotish kerak, tamom. Shundagina bo'ladi. Bo'lmasa bu svet oshirish bilan, gaz narxini, mulk solig'i oshirish bilan davlat ham rivojlanmaydi. Chetdan investitsiya kirsa, zavod fabrika boylarni olib kelib pulni bu yoqqa tikib zavod fabrika qurgan bilan ham bo'lmaydi. Chunki bizni o'zimizni ichki dunyomizni to'g'irlash kerak. Deputatlar haqiqiy deputat bo'lsin, xalqqa xizmat qilsin. Uni tushunchasi yetsin. Tushunchasi yetmaydigan odamlar deputat bo'lib o'tiribdi. Hisoblab ko'rsin, kuniga qancha qonun chiqayapti. Kuniga 10-12 ta qonun qaror
hujjat qabul qilyapti. Bu degani odamni jinni qilib yuboradi. Qonunni ko'paytirib emas, davlatni rivojlantiradigan metodni o'ylab topish kerak. Oyda 50 ming to'lardim. Hozirchi? 80 minglarga to'g'ri keladi. Bir yarim barobar ko'paygan. Birinchi apreldan bunaqa yana oshadi. Yaxshi emas. Oyliklar oshgan sari narxlar ham oshyapti. Bu ko'p hollarda xalq bunga qiynaladi. Oldin shu oyiga 100 ming to'lanadi. Hozir 150 ming, 180, 200 yillar bo'lyapti-da. Baribir siz birinchi apreldan yana ortadi. Bunga munosabatingiz qanaqa? Yaxshi emas, yomon. Arzonroq bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hammani har xil sharoiti bo'ladi. Bir xilla to'la oladi, bir xilla to'la olmaydi. O'shalarga qiyin bo'lib qoladi-da. Oyiga 30 ming to'lardim-da har zaman. Bu birinchi apreldan yana narxlar ko'tariladi. Shunga munosabatingiz qanaqa? Endi narxlar ko'tarilishi o'zi hozirgi narxi ham balandroq. Kilovatiga 250 so'm edi. Endi bilmadim qancha yana ko'tariladi. Yana limitlarni olib tashlash kerak menimcha. Xalqqa u yoqmaydi-da u. Yana ko'tarsa narxni. Yana tem bo'ldi 200 kilovat limit oyiga. Oldin yaxshi to'lardim. Hozir juda ko'p to'layapman lekin. Bu o'tgan oyda bir 3 million to'ladim gazni o'ziga. Nima qilamiz? Yashaymiz-da, boshqa ilojimiz yo'q. 1 million 200 1,5 millionga borib qo'yapti o'sha gaz, bitta gazni o'zi. Hali elektri bor, suv bor, naloklar bor. Bularni to'lash o'zi emas-da. Noldiron bolalarim bor meni. Oldinlari har holda 50 ming 60 ming svetga ketardi oyiga. Gazga где-то bir 700 ming ketardi astoydil ishlatsangiz. Bilmadim, men endi har holda bolalarim bor 2,5 million 2 million 700 to'lab turibmiz hozircha, lekin bu qizlari borlar, boshqasi borlar, bu ko'tarilargan rostdan. Unda endi chatoq. Daromad topib turganligi bilinmaydi, lekin oylikka yashayotgan odamlarga bu juda og'ir. Oldin misol uchun oyiga bir 50 ming to'lagan bo'lsam, hozir 100 ming to'layapman-da hozir. 100 mingdan oshiq. Ayniqsa limit degan masalasi menimcha hammani qiynayotgan bo'lsa kerak, menimcha shu muammo. Bu narx yana oshadi. Munosabatimiz yomon kanishda. Davlat ishida oddiy oylikka ishlaydigan odamga bu topganini yo yeb ichish kerak, yo kiyinish kerak, yo bolalarni o'qitish kerak, yo bo'lmasa kommunal to'lash kerak-da, boshqa iloji yo'q. Bittasini tanlash kerak shu. Xo'sh, sizchi? Oldin qancha to'layotgan edingiz-u, hozir qancha to'layapsiz? Izohlarda yozib qoldiring.